O'zgidromet jiddiy ogohlantirish e'lon qildi. Assalomu alaykum. Tezkor hamda muhim yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun like hamda podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldirishni unutmang. O'zgidromet 16 iyulga ob-havo prognozini e'lon qildi. Unga ko'ra, payshanba kuni ham harorat 46 darajagacha ko'tariladi. Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 26-28 daraja, kunduzi 40-42 daraja bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Xorazm viloyatida havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 25-30 daraja, kunduzi 40-45 daraja bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 25-30 daraja, ba'zi joylarda 32-33 darajagacha, kunduzi 41-46 daraja bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax, Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 24-29 daraja, kunduzi 38-43 daraja bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 25-30 daraja, kunduzi 41-46 daraja bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-28 daraja, kunduzi 38-43 daraja bo'ladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 30-35 daraja bo'ladi. O'zbekistonda iyulning ikkinchi yarmi odatdagidan issiqroq bo'lishi kutilayotgani avvalgi prognozlarda ham ma'lum qilingandi. O'zgidromet 17 iyulgacha O'zbekiston hududiga janubdan juda issiq havo oqimlari kirib kelishidan ogohlantirgandi. Jazirama sabab ayrim bog'chalar vaqtincha yopildi. Surxondaryo va Qashqadaryoda og'ir yuk avtomobillari harakati vaqtincha cheklatildi deyilgan xabarda.